Bugün sizlere Padrastiski Moshni, yani zver, tanka eshigimizni obzorini aytamiz. Qo'limda ikkita qaranglar. Nodatda bir kilit. Bu bir emas, ikki dona. Kilitning og'irligini o'zi aytib turibdi. Bu eshigimiz Padrastiski eshik bo'ladi, ya'ni Rossiyada ishlab chiqarilgan eshik. Eshigimiz qanligi 11 sm. İçi şuma izolyatsiya qilingan. İki taraf ham metal. Metal 1.2'likdan ishlangan. Eshigimiz strong brendli zamoklar o'rnatilgan. Muaqqatmi? Uyingda oltin saqlasanmi, pochka kellani saqlab qo'ysan ham ishonchli eshik. Eshigimiz 1.20 ga 2.40 yorma. Nima eshikka qaranglar. Zötilishiga qaranglar eshikni. Bir eshikni Любой ustaman chiqarib qo'ydi. Eshik bir gap bilan aytganda, dim ajoyib, dim sifatli eshik. Eshigimizni vidi o'zini kimligini aytib turadi. Nichkiga qo'yilganini aytib turadi. Eshigimizni ikki qat shishasi bor. Ichkari tarafda, tashqari tarafdan va o'rtasidan reshotkasi tushgan. 100% bezopasli eshik. Eshigimiz 300 kg chiqadi. Razmerlarini yana aytaman. 1.20, 2.40, 1.2 metaldan ishlangan zigzag vodoslikli kanali bor. 7 kiliti bor. И одноразовый прорабский kilitam bor. Eshigimiz shuning dizaynda, xo'shroy, zamoklarni, petlalarni, xullas bir so'z bilan aytganimizda eshigimizga 1 yil servis bilan 1 yil kafolat beramiz. Dverokda shuning eshiklar bor. Qiziqsangizlar pastdagi nomerga yoki kommentariyada o'tib turib yozsangiz bo'ladi.